ishlab chiqilmoqda. Shulardan yangi chiqqanlardan biri bu hamroh produkt mahsuloti. Ushbu mahsulotni haqida qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsak sizlarga, qarz oluvchi bu kamida 1 yil mobaynida faoliyat yuritayotgan ta'sischilar tarkibida ayollar ulushi 50% va undan yuqori yoki ayollar rahbarligida bo'lgan kichik va o'rta tadbirkorlik subyektlari uchun beriladi. Kreditning asosiy maqsadi tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish va tadbirkorlik tashabbuslarini amalga oshirish uchun